Robot mashinamizga 2 xil rejimda pultda ishlaydigan gulshitor qo'yib berganmiz. Hozir qilingan ishlarni ko'rsatamiz. Buning uchun o'zining orqachasini almashtirganimizda o'zimizdan chiqadigan 2 xil rejimda ishlaydigan gulshitor qo'yib berganmiz va chiqib ketishiga 60 diametr nejavik turbada qo'yib berganmiz. Hozir ishlashlarini ham ko'rsatamiz. Hozir o'chish holatda gaz beravering. Pultni ochamiz endi. Gaz bering. Pultni yopamiz. Ochamiz. Zo'r, shunday xizmatlarimiz keraksa, telefon qilishlaringiz mumkin, ishlarni zo'r qilib bajarib beramiz.